Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana Xudo xolasa Poppa darvozasini yukladik. Poppa chiqadi bu darvozamiz inshaalloh. Kanallarimiz 3 tadan bo'lgan. Bir, ilk pasta 3 ta. Fasol arka yostiq listi 1-3. Listi 1-3. Xudo xolasa betini bitta qo'yib, tepasiga bolasini ham tashlab berdik. Mashinamiz ham ancha yotib qoldi, 24 bo'lgani bilan ancha yotib qoldi mashinamiz. Xudo xolasa ertalab saharga darvozani o'rnatib bo'ldik. Indinga o'rnatinglar, indinga o'rnatamiz, ertaga o'rnatinglar. Tevalar lazer bilan chiroyli holatda. Fasol shu arka yostiq, hattoki bolalargacha 1-3 bo'lgan. Pilisovoy 1-3. Mana bu yerga reket qilib qo'ydik. Sababi qanotni ezmaydi, stopga sochib qolmaydi, xudo xolasa. Abdulhay darvozalar xizmatinglarda nima xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Deboy darvozamiz bor, xudo xolasa. Mana shu fasondan bo'ldi, shuni ko'rib zakaz berganlar, okey. Shuni ko'rib zakaz berganlar, xudo xolasa. Kachellar, daves, hamma narsa bor, xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Abdulhay darvozalar xizmatinglarda nima xizmatlar bo'lsa aloqada sog' bo'linglar, charchamadim.